Xullas, bu meni kiyib chiqib ketgan obrazlarim. Obrazlarga o'l deydiganlar ham bor. Yengib oldim. Gap bunda nimadirga achinish emas. Men achinmayman. Shunaqa bo'lishi kerak ekan. It g'ajib yuborgandek bo'lib ketgan lekin. Lekin Allohga shukr, Allohga hamd, mana sinib ado bo'lib ketibdi. Bitta narsaga kulib yuborasizlar hozir, nima qaranglar. Lekin alhamdulillah. Prosta ota-onamning duolari, bilasizlar-ku, doim kameralarimda ham chiqib qoladi. Duosiz hech qachon o'tirmayman modga. Hech qachon duo qilmasdan o'tirmayman. Oyatul kursini o'qimasdan, Allohga omon